Ham emotsiya, ham komfort xohlagan akalarimiz uchun sotuvimizda Mercedes-Benz W211 mashinasi. Akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bunaqa holatdagisini, bunaqa narxga hech qayerdan topa olmaysizlar. Mashinamiz 2003-yil yurgan probegi atiga 92 ming kilometr, M113 5 litrli motorli bilan jihozlangan. Rangi ham o'zgacha metallika ranglarda. Salonlari ham ideal holatda, matviy holatda bo'lib turibdi. Pamyat sideniya, elektropaket, polni elektronikalari ishlab turibdi. Tonirovkasi ham hali bemalol yozib o'tkazib olishingiz ruxsati bor ekan. Bu mashinani eng emotsiya beradigan joyi bitta eshitib ko'ringlar. Okalar tepasiga kelib eshitib ko'rgan boshqacha baribir. AMG Popcorn Vexlib bilan jihozlangan. Mashinani hech qanaqa rasxod yo'q, olib minish kerak faqat. Haqiqiy emotsiya, haqiqiy komfort. Bu mashinani oddiy W211 bilan solishtirish xato. Bunaqa kam yurganini, bunaqa ideal holatdagisini topish qiyin. Okalar, toychog'imizdan narxi $17,900 ozgina o'tib beriladi. Srochni videoni Mercedes ishqibozlariga jo'natib qo'yinglar. Egalarning nomerini pastga yozib qoldiramiz.